Zikr qilish hatto namozdan ham jannatdan naimdan ham ulug' ne'mat ekan insonga berilgan. Chunki hamma ham zikr qilamiz ekan. Nima uchun biz la ilaha illalloh ayta olmaymiz? Chunki biz la ilaha illallohda umuman yashamaymiz. Biz yolg'ondan gapiramiz. Agar siz haqiqatda Allohning borligiga iymon keltirganingizda, siz birovdan arazlamasdingiz. Bitta xonadonda turib yillab gaplashmaydigan odamlar bor. Ikkita kelin turadi, bitta xonada yillab gaplashmaydi. Musulmon ahli unaqa bo'lmaydi. 3 kundan ortiq arazda sizni birorta Allohning huzuriga yaxshiligingiz yetmaydi. Habati bo'lib ketadi-yu, na namozingiz chiqmaydi, na Qur'oningiz o'tmaydi. Agar siz haqiqatda Alloh azza va jalla borligiga iymon keltirganda, siz g'iybatchi bo'lmasdingiz. Birovlarni g'iybat qilmasdingiz. Siz Allohning borligiga haqiqatda iymon keltirganda Qur'onga to'laligicha kirardingiz. Biz Qur'onni xohlagan oyatga kirib ketamiz. Hamma o'ziga kerak narsaga ergashib ketaveradi. Agar sahobalarning hayotini o'rgansangiz, haqiqiy Qur'onda ularning hayoti. Birgina Sumayya onamizni